Assalomu alaykumlar. Sizlarga bir qiziq narsa ko'rsataymi? Mana bu yerda kichkinagina motor g'ildiragi bilan. O'zida yana bitta. Mana bu yerda 1 2 knopka aldım. Mana bularım şöyle vıжылдап yuradigan pilisos bor edi-yu, o'sha pilisos ichidan chiqdi. Mana bu yerda yana bir dana motor bor. Uni faqat bilmayman nima qilishimni, lekin mana bu ikkita motorga planim bor. Qanaqa planim borligini videoni oxirigacha ko'rsanglar bilasizlar. O'chi mana bu sömeteklarimizni mana ulab bo'ldik. Sistema menimcha tushunarli bo'ldi degan niyatdaman. Davay tushuntirishga harakat qilaman. Men bunaqa ham knopka bor, lekin bu men o'ylagan planga to'g'ri kelmaydi. Bu yerda 6 ta bo'lganda mana bu yoqdan bu yoqqa krestik bo'ladi, u yoqdan bu yoqqa krestik bo'ladi. O'rtadagi ikkitasidan motorga o'tadi. Bu yoqqa mana 12 volt keladi. Nima uchun buni degan sabab mana knopkaga qarang, o'rtada turgan bo'lsa o'chik bo'ladi. Hozir ulanib turibdi mana. Bu yoqda bosaman, bunaqasiga aylanadi. O'rtani bosaman o'chadi. Bu yoq tomonni bosaman, teskarisiga aylanadi. Buni men nima qilaman? Xudo xolasa O'zbekistonga borgandan keyin men bunaqa oynaga pardani vıжытib ochib, vıжытib yapadigan qilib zetaman buni xudo xolasa. Faqat mana shu yerga o'rtasini ariqcha qilib zetishim kerak bo'ladi. Nivellarni men hozircha ko'rsatmayman, qilmayman ham. Buni qilsam ham baribir, lekin O'zbekistonda kerak bo'ladi. Atak всё. Besplatniy nima deydi? Viloyat hokimini. Bu yana qarab aylandi. O'chdi. Endi bu yana qarab aylandi. Shu. Men 3 fazlik motorni bilardim cho'sh to'qqa qarab aylanishini. Lekin men bunaqa mini 12 volt aylanadiganni YouTube'da ko'rib o'rganib oldim. Men bunaqa knopkalar to'g'ri kelmaydi, ammo to'g'ri keladi. Men bunaqalar. O'rtada tursa o'chib turadi, o'ngga qarab aylanadi, chapga qarab aylanadi. Balkim naborot. Qarashu tushunarli bo'ldi degan niyatdaman. Hammasini chiroyli qilib ularni raspoyish korobkaga o'rnataman. Knopkani devorni bir chekkasiga o'rnashadi. Shuning bilan qarochi video rolikimiz tugadi. Agar shu yergacha ko'rib kelgan bo'lsanglar bilasizlar. Saqqalim yo'qligi yarashib turibmi, yo'qmi aytasizlar oxirida.